Assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar. Bugun mana sizlarga bog'li uchun mo'ljallangan Sadyo apreskettimizning yangi partiyalari keldi. Hozir bitta qismi kelgan. Katta partiyada kelgan. Tamojida hali olib chiqib uspet qilmadik qolganlarini. Ko'pchilik yetmay qolgan, uspet qilmay qolgan olishga. Hozir mana yangicha variantda mana bunaqa Liguroshin datchiklari yangicha richakli 600 litrli apresketimiz kelgan. 600 litr. Bog'liga mo'ljallangan varianti bu. Buni 400 litrlilari ham bor. Hozir ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Farsunkalari mana bunaqa Liguroshin latonli farsunkalar. Viltinatorli shamol yordamida urib beradi. Mana viltinatorlari baqvat lopslardan iborat latonli, dalni, blижний bo'ladigan ikki xil rejimdagi farsunkalar. Nasoslarimiz 4 porshinli bo'ladi. Katta nasos bo'ladi. Bir tarafi mana shkifli, bir tarafi yog'li kardan ulanadigan bo'ladi. Mana kardan ulanadigan joylari. Turkiyani yaxshi sifatli zavodlardan bittasi. Yonida qo'l yuvadigan, обязательно toza turadigan bachoklari. Bu 400 litrli variantlari bu. Bu 400 litrli variantlar. Nasos datchiklari hamma narsasi bir xil bo'ladi. 400 bilan 600 faqat bakida farq qiladi. Qo'l yuvadigan bachogi turbo motor bo'ladi. Kimga mana shunaqa agregatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib qo'shimcha ma'lumotlar olsangiz ham bo'ladi. Qiziqtirgan savolingizga javoblar olib xarid qilsangiz bo'ladi. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar. Обязательно videoni qo'llab-quvvatlab, like bosib, kommentariyada savolinglarni yozsanglar 100% xudo xolisa javob qaytarishga harakat qilamiz.